Azizlar bugun biza nihoyat sho'ray bir kun oldin yuvib qo'ygandi. Shuning uchun oldinda kichik choy qoshiqni yarmida osh sodasidan solib, yana 10 daqiqaga eritib qo'ydim. Ungacha kastrulga suv quydim. Isib qaynab chiqquncha mana 10 daqiqadan keyin bundacha nohotni suvga solib 35-40 daqiqa pishirdim. Endi vaqt belgilanmagan, agar nohot pishmagan bo'lsa yana uzoq pishirishimiz kerak bo'ladi, albatta pishishi kerak. Mana ko'ring qanday holatga keldi, yumshoqqina bo'ldi. Endi alohida idishga oddiy piyoz to'g'radim. Yanayam nafisroq to'g'rasangiz yaxshi bo'ladi. Yuvib oldim bu suvda, keyin ko'katni aralashtirdim. Xohlasangiz ukroq, xohlasangiz kashnut, o'zingiz xohlagan ko'katni aralashtirish mumkin. Men tayyorlangan uksusim bor idishda. Suv, chesnok, murchlar bilan mana shu uksusdan qo'shdim. Ta'bga ko'ra tuz soldim. Yanayam sal o'lgarroq piyoz bo'ldi, yoqimliroq. Men nohotni solib, ustiga o'sha doimdek sinchli yog'dan quydim, ya'ni salatni yog' aralashtirdim. Judayam mazali. Mehmonga tortsangiz bo'ladi, o'zingiz yesangiz ham bo'ladi, oilaviy